Hop, bo'lmasam boshladik. Xudo xolasa. Demak, bizda bugun emas, o'zi bugun 28 bo'lsa, 2 kundan keyin oylik, shu kundan keyin oylik time frame belgiladi. Ertaga haftalik belgilishi bor. Shunga bir qator oylik update qilsak. Demak, holatimiz, ya'ni bizda hali oylik time frame'da mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 oydan beri TVdagi bosim tugagani yo'q. Ya'ni TVdan bosim bo'lyapti, ya'ni sotuv bosimi. Bu narsa hozirgacha davom etib kelyapti. Lekin ahamiyat bersak, bu oyga kelib narx mana shu joylarda sekin to'xtamoqchi. Ya'ni to'xtamoqchi. Nima uchun desa, bu yerda mana order blok bor. Mana shu order blok zonamiz biz uchun nima? Support zonasini berib, ya'ni qilib beradi. Shuni hisobiga narx sekin bu yerda qotyapti, to'xtayapti. Ya'ni bu bizga yaxshi bir signal degan. Hop, endi haftalik time frame'ga qarasak ham, ya'ni haftalikda ham TVda mana FVga fulfill qilib ishladik va pastga qarab bosim bo'lyapti. Endi bizda likvidlar bor. Mana shu likvidlarni olgandan keyin biz yana bitta TVga burilish bo'lsak bo'ladi, toki mana 80 ming TVSgacha. Nasib qilsa shu keyingi o'sishimizda 75 mingdan o'tib olsak, ya'ni shu bilan dalshi ketamiz, bemalol ayta olaman 95 minggacha chiqamiz deb turibdi xolasa. Ya'ni bizda oylik time frame imkon bo'lsa mana shu candleimiz yashil holatda bo'lib berkilgani biz uchun yaxshiroq deb aytaman. Nima uchun desa, bizda shunda mana FVga fulfill bo'lgan, bu yerda support zonamiz topiladi, ya'ni mana bu order blokda kuchi topilyapti deymiz va oylikda yuqorida bizda FVga qolgan deb olsak ham mana buni misol uchun o'tgan safar buzilib o'tilingan support joy bo'ladi. Ya'ni mana shu joy biz uchun kuchli qarshilik zona bo'lib beradi. Hop, endi mana shu joyda bizda haftalikda kunlikda ham FVG bor mana. Kunlikda ham, haftalikda ham FVG bor. Mana shu joylardan nasib qilsa bir kuch bilan chiqib o'tib olsak, korreksiyasidan keyin bemalol 95 ming, 100 minggacha chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu likvidlarda olgani chiqishimiz ham mumkin bo'ladi, Allohu alam. Faqat undan oldin bizdan pastda nima kirish kerak? Volum kirishlik kerak. Ya'ni oluvchilarda qanaqadir volum topishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu yerda o'zi umumiy holatda, ya'ni bizda kunlik time frame bo'yicha qarasak ham, bizda holatimiz pastga bo'lyapti. Ya'ni mana bu holatda, hop, ya'ni klassika bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham, holatimiz pastga bo'lyapti. Bu yerdan mana bu holatda chiqib, tak mana Xo'p. Endi mana bu joyda ham ahamiyat beradigan bo'lsak, bizda mana bu holatda chiqib, faqat trendlarga hali yetib chiqqanimiz yo'q. Ya'ni globalniy trendlarga. Men shu narsani kutyapman. Может, bu yerda yana bitta tushib, shu 60 ming, 58 mingdagi likvidni olib, keyin ketishimiz mumkin. Ya'ni mana bu joyda bizda likvidatsiya bor. Mana shu likvidni olgandan keyin yoki bo'lmasa mana shu turgan joydan biz yana bir qator nima qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu lokalniy likvidni bilan ishlab turib, bitta trendlarga chiqib, ya'ni mana bu likvidni olib, bu yerdagi order blokdan kuch olib, keyin bu yerda yana bitta pastroqqa tushib, keyin bir kuzlarga nasib qilsa chiqishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni kuzlar deylik, avgust, sentabr, oktyabrlarda sekin bizga volum kirib, ana shundan keyin narximiz umumiy holatda ya'ni burilish bozoriga o'tib olsak bo'ladi. Hozirgi holatimiz ya'ni tushuvchi bozor. Shuni hisobiga TVdan bosim kuchlik bo'lyapti. Ya'ni maydalab turib olib chiqyapti, yana olib chiqib ketyapti. Maydalab turib olib chiqyapti, yana olib chiqib ketyapti. Hali bu narsa 3-sikl bo'lishi ham mumkin. Ya'ni g'oliban odatda shunaqa bo'ladi. Ya'ni bizda tushuvchi trendda ham, o'suvchi trendda ham hech ahamiyat bergan bo'lsangiz, misol uchun bitta impuls, korreksiya, bitta impuls, korreksiya, yana bitta impuls, keyin korreksiya berib, mana shu lokalniy likvidlarni olib turib, keyin bu yerdan ya'ni o'suvchi trendga o'tib oladi. Yoki bo'lmasa buni aksi, ya'ni o'sayotgan paytda bitta impuls, korreksiya, yana bitta impuls, yana korreksiya, yana bitta impuls berib, bunday qilib lokalniy likvid bilan ishlab, shu bilan dalshi tushib ketadi pastga qarab turib. Ya'ni mana shu holatda yuradi bozor. Hop, bizda hozirchalikka birinchi sikl, mana bu ikkinchi sikl. Demak, bu yerdan ko'rishimiz mumkin, yana bitta impuls, keyin korreksiya berib, lokalniy lowlar bilan ishlab turib, shu bilan dalshi. Shunda mana bu trendlarni ham yorib chiqqan bo'lamizda.
dalshi yana Altayam haqiqiyana ketishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Bu ham bizda bildiradiki, 3-sikl bo'lishi mumkin deb turib. Endi biz bu ya'ni nazariy deydimi, ya'ni potensial bo'lishi mumkin bo'lgan ssenariylar uzoq muddatda. Chunki bu ya'ni trendline bo'yicha potensial mana shunaqa yurishini ko'rsatib beryapman. Endi biz yaqin holatda aytadigan bo'lsak, oylik time frame'da bosim tugamadi, lekin oylik time frame'da biz supportdamiz. Ya'ni deylik buni mana bu holatda olsak ham, birinchi all time high'lar mana support zona. Buni breaker block deb qo'yadi. Breaker blockdamiz. Xo'p, endi bu yerdan nisbatan bizga bir qator reaksiya berdi. Ya'ni bir qator reaksiya berdida, tevadagi mana bosim, volum bu yerga o'tyapti. Xo'p, endi biz mana shu lokalniy likvid bilan ishlab bu yerdan keyin yana bitta kunlikda tasdiq bersak, Xudo xohlasa, shu bilan yana bitta aytamiz, 75 ming, 79 ming, 80 ming dollargacha deymiz. Nima uchun 80 ming? Chunki bu yerda ya'ni mana shu 80 ming bilan 78 mingning o'rtasida ya'ni qarshilik zonamiz bor. Mana bu breaker block. Ya'ni bu oldin support bo'lgan, order block bo'lgan. Endi bu kuchi bilan yorib o'tilindi va bu breaker blockka aylanib qoldi. Mana shu joy juda kuchli qarshilik. Bu yerdan o'tib olsak, keyin biz mana bunaqasiga Fibonacci tortib, buni korreksiyasidan 0.5 lardan, ya'ni equilibrium zonadan yoki bo'lmasam diskant OTO zonalardan yana bo'lishlikka qiziqsa, shu bilan nasib qilsa dalcha all time high'ga ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu texnik holatlar. Albatta bunga ya'ni makroekonomika va fundamental qanaqadir yangiliklarni ham holatga qarab qo'shib ketsak bo'ladi. Lekin texnik holatda shu. Biz hozirchalikka supportdamiz. Endi tevadan bosim tugamasa, ya'ni bu yana bir qator likvid olgandan keyin hech qanaqa reaksiya bermasa, demak biz kutamizki pastroqlarda olishlik. Ya'ni mana bu likvidni, mana bu likvidni bular to'g'ri keladi. Ya'ni 55 ming, undan keyin 58 ming va yana pastdagini oladigan bo'lsa 48 ming dollargacha to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi, Alloh alam. Endi bizda hozirchalikka kunlikda hech qanaqa bo'lishlikka tasdiq yo'q. Naborot, bizda bu yerdan berishlikka tasdiq bor. Ya'ni buni o'tgan safargi kechagi update'da ham tushuntirdim. O'tgan safargi bu yerdan tushgandagi update'da ham tushuntirgandim. Kanalda turibdi videosi. Ya'ni men hadeb misol uchun video qilib, mana bu biz aytgandek o'xshadi, bunday qiluvdik, o'xshadi, unday qiluvdik, bunday bo'ldi deb tashlab o'tirmayapman. Bu yerda o'shanda tushuntirilgan, buni ilm maqsadida update qilib video shaklida tushuntirib ketyapman. Ya'ni ko'pchilikka foydali bo'ladi deb o'ylab. Ya'ni bu yerda lokalniy order block, bu yerdan supportdan kuch oldik. Mana bu joyda qarshilik, ya'ni bearish FBG bor. Mana shu FBGdan 72.500 dan o'tib olmagunimizcha biz bo'lish bo'la olmaymiz deganmiz bu yerda va haqiqatan ahamiyat bersak, mana shu joydan kuch olib pastga yana bosim bo'ladi. Hop, endi mana buni yorib tushdik pastga. Hop, bugun hafta oxiri, ya'ni shanba, yakshanba fond bozorlar berkilgan, ya'ni SMEda Bitcoin berkilgan, mana 66.200 dollarda berkilgan. Hop, endi deylik, shanba, yakshanba Bitcoinimiz o'zi g'oliban odatda range qiladi. Agar range qilmasa ham, ya'ni deylik bugun erta mabodo tevaga yursa ham bilingki, haftani boshida yana oqamiz degan. Nima uchun desa, ya'ni g'oliban shanba, yakshanba kunlari mana bu o'sishlik fond bozorlariga bu ta'sir qilmaydi. Bular market makerlar birjalarda o'stiradi, ya'ni soni o'stirib turib, hafta boshida yana mana shu joylarga tushib, yana bundan dalshi pastdagi mana bu likvidlarni olgani tushishimiz ham mumkin bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, eng yaxshisi haftalik berkilishini kutishimiz, oylik berkilishini kutishimiz kerak bo'ladi, Alloh alam. Hozir 4 soatlikda sekin reaksiya berayotganga o'xshayapti. Ya'ni bu yerda Bitcoinimiz mana bu likvidni olgan, mana bu likvidni olgan. Bu likvidni olgandan keyin biroz reaksiya beryapti. Endi reaksiya qayergacha bo'lishi mumkin? Ya'ni eng nimasi, birinchi kuchli qarshilik zonamiz mana shu FBGni misol uchun boshlanishi yoki bo'lmasam 0.5 ni olsak ham 67.500 dollargacha. Ya'ni Bitcoinimiz chiqishi mumkin 67.500 gacha chiqib, bu yerdan kuch olib yana bitta tushib, bu likvidlar chuqurroq olib hafta boshiga, oy boshiga to'g'ri keladi.
mana shu oy boshlarida, ya'ni aprel oylarini boshida bizga mana bu likvidlarni olib bersa, ya'ni bu yerda ikkita likvid bor, lekin ikkitasi yaqin bo'lganligi uchun ikkitasini ham olsa birdaniga oladi deb kutaman, Allohu alam. Mana shu likvidlarni olgandan keyin oyni deylik birinchi 10 kunligida qanaqadir bizga burilishlikka support bersa va pastdan volumlar kirsa yaxshiroq, biz bu yerdan sekin yana burilishlik holatga qaytsak bo'ladi, Allohu alam. Mana bu FBG bilan ishlaganlar, mana yo'l-yo'lakay yana bir marta ishlab tushib ketganlar, kerak bo'lsa yo'l-yo'lakay yana bir marta FBG shakllantirib ishlab tushib ketganlar, bular hammasi biz uchun ya'ni likvidatsiyaga aylanadi. Mana shularni keyin biz nasib qilsa bir Bitcoin quturgan holatda dalsha tevaga chiqib, mana shu 80 minggacha chiqishimiz mumkin bo'ladi, Allohu alam. USDT dominansi ham, ya'ni kechagi update'da ham qisqacha tushuntirdim. Agar ko'rganlar bo'lsa, ya'ni bu yerdan biroz retest berib, ya'ni deylik mana buni yorib chiqib oldik yana. Bu yerdan retest berib, yana bitta o'sishimizda mana shu likvidlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu o'ssa, Bitcoinimiz pastdagi likvidlarni oladi va shu bilan yana qaysidir tarafga, ya'ni tasdiq bersa USDT dominansi pastga, Bitcoin tasdiq bersa tevaga dalshib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shunda USDT dominansida men kutayotgan ya'ni potensial chiqadigan zonalar 8.2,5 va 8.5,5, ya'ni 8.6% gacha chiqib, mana shu joylardan qanaqadir reaksiya berishini kutaman. Agar reaksiya bermasa, bu yerlardan demak, biz yana dalshi 9% gacha chiqishimiz mumkin bo'ladi, Allohu alam. Umumiy holatda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi kimdadir savol bo'lsa, bemalol savollarini berishini mumkin bo'ladi.